1 yoshgacha bolalarga berilmaydigan mahsulotlar bular: shakar, tuz, shokolad, asal. 1 yoshdan keyin bularni sekin ratsionga qo'shsangiz bo'ladi. Agar tagida o'zi allergiyasi, atopik dermatiti, moyilligi bo'lmasa, yaxshi qabul qiladi. 5 oy to'lib 6-oyga kiradi. 5 oy to'lib 6-oyga kiradi. Lekin bolangiz o'tirishga bo'lgan ko'nikmalar уже bor. Qo'l cho'zadi, sizni yeyishingizni kuzatadi, dahanini cho'zadi, ovqat bersa tamshanish bor. Ovqatga tayyorgarlik belgilari bor. Ba'zan ona sutidagi bolalarga ham tayyorgarlik belgilar mana sizni bolangizga o'xshagan 5 oylikda paydo bo'lsa ham biz 5 oylikdan sekin asta kiritamiz. Lekin shokoladdan emas, sizni xatoyingiz shokolad. Mani emas, bobosidan. Qiziqib bergan. Shokolad bu oqsili bor tarkibida va oqsili kuchli allergen. Aynan saxarozasi, fruktozasi hisobga emas, oqsili hisobga allergenligi kuchli bo'ladi-da, dona cho'ri chiqadi, allergiya bo'ladi, bo'g'iladi bolalar.